bitta shu yerda o'tirib obed qilib olay. Soat 6dami? Obed kechki 6da bo'lyaptimi? Bugun chaqiruvlar juda ko'payib ketdi-ku, vaqt bo'lmadi-da. Ha, tez-tez yeb ol, hozir pek boshlanib qoladi. Hop, mana. Yangi viziv. Obed qilmas ekanmiz-da bugun. Bugun umuman ovqatlanmabmiz, ha? Yo'q, qayerda? Bugun umuman ulgurmadik ovqatlanishga. Shuning uchun sizlarga sandwich olib keldim. Rahmat, xayriyat. Hech bo'lmasa shuni yeb olinglar. Rahmat. Viziv. Yana viziv tushdimi? Haydan ketdik, amak. Ketdik. Har doim sizlarga shu ahvol. Skorga telefonga umuman telefonni ko'tarmaydi. Yarim soat bo'ldi sizlarni kutib o'tiribman, boki. Bahona faqat shu viziv ko'p. Kasal o'lgandan kelasan. Kasalni ko'rsang aka. Ha? Kasal уже o'lib bo'ldi. O'tib ketadi, lekin qanday o'tib ketganini faqat siz bilasiz. Qanchadan qancha kechalar uxlolmay chiqqaningizni, ko'z yoshingizni hech kim ko'rmaganini, ichingizda qanday so'zlar qolib ketganini hech kim sezmaydi. Ular faqat natijani ko'radi. Lekin jarayonni his qilmaydi. Shunaqa.